Arzon tanlabdi desam, qimmatini o'tkazmoqchi deydi-da. To'g'ri. Qobil dekordan boshqa dekorlardan nima farqi bor? Biz aynan farqimiz chiroq va monitorlar bilan ko'proq ishlaymiz. Asosiy urg'un chiroqlarga beramiz. Eng ko'p buyurtma qilingan dekor turi. Parka. Mijozlar dekor tanlayotganda nimalarda xato qiladi? Birovni uyiga qilingan sahnani aynan shunaqangi qilib bering deyishadi. U vaholanki u sahna uni uyiga tushadimi yo'qmi o'zlari ham bilmaydi. Arzon dekor deganda tushuncha bormi o'zi? Arzonchi oddiy gullar, jindig'indi matolarda shunaqa narsalar bilan ishlaydiganlar arzonchi dekor bo'lsa kerak. Bu sifatli dekor deganda nima tushuniladi? Sifatli dekor deganda bizda aynan ishlatayotgan gullarimiz shunaqa gullarimiz bor. 150 ming, 180 ming, 200 mingni olib kelgan gullarim ham borda. Bitta xonadonga kamida 50 ta gul ishlatsa bo'ladi. Bitta obyektingiz o'rtacha qancha vaqt oladi? Bitta obyekt o'rtacha 1 kun. Eng murakkab bajargan ishingiz? Samarqandlik Xurshid To'rayevda Gulobod loyihasining ochilish marosimi eng murakkabi bo'lgan. 2 kunning ichida salkam 1000 kishilik to'yxona qurishimiz kerak edi. Noldan yerdagi turgan holiga. Haqiqatan ham o'sha narsani biz qilganmiz. Temir karkaslardan 1000 kishi ketadigan to'yxona qurib berganmiz. Eng murakkabi shu bo'lgan. Eng qimmat ishimiz o'sha yaqinda shov-shuvga aylangan bir katta tadbirkor akamiz to'yini olganmiz. 10.800 ga olganman. Xurshid To'rayevniki ham 10.000 bo'lgan. Ish jarayonida nimalarga qat'iyan yo'q deysiz? Menga yoqmaydigan ishni maytga uni qilib bering, buni qilib bering desa, baribir qilib bermayman. O'zingiz aytganingiz. O'zim aytganimni qilamiz. Hozir qaysi dekoratsiya trendda? Hozir ko'proq mato va qanaqadir aksessuar durlar bilan ishlash trendda. U minimalizmmi, klassikami? Menimcha minimalizm. Och ranglar chiroyli ko'rinadimi yo to'q ranglar chiroyli ko'rinadi dekoratsiyada? Och ranglar, oq, havo rang chiroyli ko'rinadi har doim. Dekoratsiyada modaga ergashgan yaxshimi, yomonmi? Yaxshi. Nimaga aynan dekor sohasini tanlagansiz? Oldingi sohamiz ham shu xizmat ko'rsatish sohasiga yaqin bo'lgan. Shu uchun o'zimga xizmat ko'rsatish sohasi rosa ham yoqadi. Birinchi qilgan ishingizni eslay olasizmi? Birinchi boshlaganimda men faqat toshkentliklarni olib kelib ishlatardim bolalarni. Katta zakaz olganman birinchisida ham. Qancha bo'lgan o'sha birinchi zakaz? $400 ga olgandik boshlanishiga. Nechinchi yil? 2020-yil. Ishingizda eng katta faxr nima? O'sha joyda mazza qiladigan joyingiz. Ko'p mijozlarimiz aytadi bizga. Biz o'ylagandan zo'r chiqdi deganda rostdan ham mazza qilaman. Qobil dekorni bitta jumla bilan ta'riflab bering. Mahsulotlarni pulini ayamayman. Texnika bormi, gul bormi, boshqa bormi, eng zo'rini olib kelaman. Menda bor hech kimda bo'lish kerak emas. Qobil dekor kimlar uchun mos kelmaydi? Yo'q, hamma uchun mos keladi. Mana yaqinda bitta mijozimiz menga telefon qilib, "Aka, sizlarning ishlaringni xohlayman, lekin sizlarniki qimmatroq ekan" deganda, mana shu ikki og'iz gapi uchun yarimidan ham pastga qilib berganman. $100 degan edim. O'zidan so'radim, "Qancha qilib beray?" desam, "500 mingga bo'lsa xo'p derdim" dedi. 500 mingga qilib berdik. Dekor qildirmoqchi bo'lgan mijozlaringizga bitta maslahat bering, zo'r maslahat bering. Chaqirgan dekorchini qilayotgan ishini ko'rish kerak, matolarni tekshirib ko'rish kerak, gullarni ko'rish kerak, tozami, notozami, sifatsiz ish farqiga borishsinda. O'sha boyagi gul hammada borda. Toza gul, qimmat gul o'zi shunday ajralib turadi. Men ko'proq shu narsani mijozlarga tushuntirishga ko'p qiynalaman, doim shuni ta'kidlayman. Ko'rishni o'sha bozorda narsa olayotganda ham tekshirib ko'rib oladi-yu. Bu sahnada ham xuddi o'shanday tekshirib ko'rib, bu nima qilyapsan, qanday chiqadi? Savollar qiyin bo'ladimi? Yo'q. Yaxshi. Yo'q. 5 tang.